kishiga 40 hunar oz deyiladi. Bu mashhur, ma'lum maqol. Qayerdadir ish beradi, qayerdadir ish bermasligi mumkin. Lekin kimningdir hayotida katta rol o'ynagan bo'lsa ham ajab emas. Xususan, bizning bugungi mehmonimiz hayotida. Assalomu alaykum. Bu o'zimizning gap. O'zimizning gapda esa tadbirkor, aktyor Umid Ergashev. Assalomu alaykum yana bir bora. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Rahmat. Taklif qilganingiz uchun minnatdorman. Kayfiyatlaringiz yaxshi? Yaxshi. Garchi aktyorlikdan ancha uzoq bo'lib qolgan bo'lsangiz ham. Bu sezilyapti, bilasizmi nimaga Umid? Nimaga? Kamgap bo'lib qolgansiz deydi. Yo'q, O'ychan, kamgap bo'lib qolgansiz. O'shaning uchunmikan? Hali aktyorlar men gapiraman deb boradi-yu, tadbirkorlar pul sanayman deb boradi. Bizning suhbatda endi unaqasi yo'q. Biz har ikkala yo'nalishda sizni bosib o'tgan yo'lingizga bir nazar solmoqchimiz xolos. Balki kimgadir motivatsiya bo'lar, kimgadir hozir ikkilanib turgan bo'lsa aniqlik bo'lar. Qaysi biri birinchi boshlangan, aktyorlik yoki tadbirkorlik? O'zi tadbirkor bo'lganman. O'sha kinolarga tushgan paytingizda ham tadbirkor edim. Tadbirkor edim, sababi baribir yoshligimda maktabda ham, boshqada ham hamma KVNlar, har xil tadbirlarni juda yaxshi ko'rardim. Odamlarni kuzatishni, odamlarning xarakterini o'rganishni yaxshi ko'rardim. Menimcha shu xarakter ham tadbirkorlikda ham ish bergan deb hisoblayman-da. Shuni yaxshi ko'rganim uchun men shu biznesga kirdim, taniqli, yaxshi aktyor bo'lmoqchi bo'ldim, harakat qildim. Lekin baribir biz endi ko'p aytamiz-ku, 40 erkak kishiga 40 hunar ham oz deymiz. Baribir asosiy erkak kishining qilish kerak bo'lgan ishlari bor-da. Fokusi buzilmagani yaxshi. O'sha nuqtai nazar 40 ta joyda chala bo'lib hech qayerda muvaffaqiyatlarga erishmasdan yurgandan ko'ra fokusini bitta tarafga qaratib, mana o'sha yerda muvaffaqiyatga erishishni yaxshiroq deb bilar ekanman-da. Men bilan bunaqa rasmiy ohangda gaplashma. Meni ish bo'yicha chaqirtirdingiz deb o'ylabman. Shoshma. Munisa, tushunsang-chi. Men seni deb shu choqqa uylanmay yuribman. Eringdan ajrash, iltimos. Gapim gap, to'y qilib senga uylanmagan nomard. Baribir farzandli bo'la olmayapsizlar. Seni albatta baxtli qilaman. Men sizga oldin ham aytganman. Biz sinfdosh edik xolos. Shunaqa degan. O'sha sota ering senga nima bera oldi? Og'zingizga qarab gapiring, xo'pmi? Men oldingizga oilaviy muammolarimni hal qilishga kelganim yo'q. Qolaversa 7 yil oldin javobimni aytganman. Akmal aka, tinchlikmi? Sizlardan so'rasak, tinchlikmi? Dars tugagan bo'lsa, allamahal bo'lganda maktabda nima qilyapsizlar? Biz dars jadvalini tuzayotgandik. To'g'rimi, Munisaxon? Yo'q, butun boshli maktabda meni xotinimdan boshqa odam yo'q ekanmi? Nima bo'lyapti sizga, Akmal aka? Sen bilan uyda gaplashamiz. Qani yur. Aktyorlikka keladigan bo'lsak, yaxshi filmlarda o'ynadingiz. Hozir aniq hammasini ro'yxat bo'yicha esimda yo'q, lekin bir emas edi, ikki emas edi. Ko'pgina filmlarda o'ynadingiz, hamkorlik filmlarida ham o'ynadingiz, adashmasam. Hamkorlik, ya'ni Turkiya bilan edi. Turkiya bilan hamkorlik filmida o'ynadingiz. O'zingizdan qoniqmadingizmi yoki kimdir sizga umid qo'yindi, yetardi dedimi? Yo'q, o'zi yoshlikdan bo'lsa kerak xarakter. Agar bitta sohada eplolmayotganimni, o'sha sohada o'zim xohlagan natijaga erisha olmayotganimni his qilsam, men odatda taslim bo'laman. Bundan uyalmaysiz bundan? Yo'q. Shu biznesga chiqdim, harakat qildim, lekin o'sha o'zim xohlagan natijaga erisha olmaganligim uchun nimani yaxshiroq eplayotgan bo'lsam, o'shanga ko'proq vaqtimni va butun fokusimni qaratishimni xohladim. Yaxshi. Siz xohlagan natija qanaqa edi? O'zim xohlagan natijaga erisha olmadim deyapsiz-da? Endi aytadi-yu, kamida o'sha kuchli 5 taliga kirish kerak edi, baribir odam. Endi kira olmaganingizdan keyin tinchgina qattiq kuchli 5 taliga kira olsangiz, o'sha qarab ketganingiz yaxshi. Ochiqdan ochiq tan olish bu zo'r narsa deb o'ylayman. Ayniqsa erkak kishi tan olganda yana hurmati oshadi, suhbatdoshini. Endi-chi mana shu biznes sizga bitta narsa beradi, imkoniyat. Bir xil odamlar o'zidan qoniqmaydi. O'zini kamchiliklarini ko'radi. Biz endi tashqarida biz kimlardir uchun ideal ko'ringanligimiz bilan asliyat ichimizni bilamiz-ku. Qayerda xato qilayotganimizni, qayerda noto'g'ri gapirayotganligimizni, shuning uchun o'zimdan qoniqish bo'lmasdi. Shuning uchun men
bir boshqa odam bo'lgim kelaverardi doim. Endi o'zi hayotda o'zi shunaqa. Men tadbirkorlikda ayniqsa juda ko'p maska kiyishingizga to'g'ri keladi. Men endi ko'pchilik aytadi, aktyorlar kiyadi asosiy maskalarni deb. Menda ham shunaqa edi fikr. Undan ham serioznilarini tadbirkorlar kiyishga majbur. Sababi qayerdadir tadbirkor chidaydi, qayerdadir kuladi, kulib, yaxshi gapirib ketaveradi. Hamma vaziyatlarni, hamma og'ir narsalarni kulib o'tkazib yuboradi. Ichidan o'zi o'tgani bilan. Maskasi shunaqa ko'p almashadiki, o'zi asli o'zi qanaqaligi o'zi esdan chiqib qoladi. Shuning uchun ham bizda bir ustozlarni ishimizki, yonimizdagi bizni o'sha qanaqadir chegarada ushlab turishligi uchun-da. Tomoshabinlarimiz e'tiboriga aytib o'tmoqchi edim. Butun respublika bo'ylab tarqalgan eng mashhur fast food tarmoqlarini asoschisi o'sha boshidan harakat qilib, yoshligidan tadbirkor bo'laman degan ekanlar. Aktyorlikka mana o'zlari ochiq aytdilar. Yo'q, men eplay olmadim buni. Shuning uchun qo'lni ko'tardim, taslim bo'ldim. Erkak kishi demak taslim bo'lgandan ham uyalish kerak emas ekan. Yo'q, nimaga? Har bir taslim bo'lish demak bitta kitobni yopilishi. Keyingisini ochilish uchun imkoniyat. Zo'r. Ko'pchilik eplolmayotgan sohasida juda ko'p vaqtini o'tkazib yuboradi-da. Bu vaqt juda qimmatli narsa. Hozir 38 yoshga kirgan bo'lsam, vaqtni qadrini shunaqa his qilishni boshladimki, o'lchovda, pul o'lchovdami, har qanaqa o'lchovda juda qimmat. Men agar vohirroq bir xil narsalarni tushunganimda, bir xil kitoblarni vohirroq yopardim. Ya'ni bir xil umuman hayotida ham o'sha aniq umid yo'q bo'lgan joydan umid kutadi-da. Vaqt ketadi. Oxiri eng qizig'i nimaki, taslim bo'ladi ko'pchilik va o'shani qabul qiladi, ko'nadi. Mana shu bilan umrining oxirigacha yashaydi. Endi menda o'zi hayotimda o'zi shunaqa bo'lsa kerak xarakterim. Bunaqa ko'p, bunaqa hamma sabablarni qilaman, kutaman, sabablarni qilaman, keyin bo'ldi. Keyingi qadamga o'tishim kerak. Yaxshi hamki sizda ikkinchi soha yo'nalish bor edi-da. Siz aytyapsiz, bu kitob yopildi, demak yangisi ochiladi. Bu kitob yopilgandan keyin siz xotirjamsiz. Chunki hech narsa yo'qotmadingiz, shunchaki o'zingiz sinab ko'rdingiz. Bu tadbirkorlik. Agar tasavvur qiling, o'sha soha bo'lmaganda-chi, ikkinchi yo'nalish bo'lmaganda-chi? Endi baribir topadi odam ikkinchi yo'nalish. Nimaiki inson zoti bari harakat qilar ekan, yo'l topadi-da baribir. Men endi juda ko'p do'stlarim bor. Meni o'zi hayotimda juda ko'p tadbirkorlikni almashtirganman sohalarni. Har doim bittasi tugaganda ikkinchisi chiqqan. Doim. Va doim ikkinchisi avvalgidan yaxshiroq chiqqan-da. Tinchlikmi? Oyim. Uydagilarim hammasi Toshkentda ekandingiz-ku. Toshkentda edi. Bilmasam. Keladi deb aytmagan-dingiz-ku. La'nati sharaf. O'ldiraman uni. Endi nima qilamiz? Nima bo'lsa bo'lar. Eshikni ochaman-da. Ularga seni tanishtiraman. Nima biznesdan boshlagansiz o'zi tadbirkorlik nimalardan? Men ko'p ish qilib ko'rganman. Men atram sotib ko'rganman, bankrot bo'lgan, kiyim sotib ko'rganman, u ham bankrot bo'lgan. Onamlar bilan zakazga biz uyda tortlar qilardik, somsalar, norilar qilib berardik kechasi bilan o'qishdan keyin. Undan ham o'tganmiz. Doimiy tadbirkorlikni qaysidir javharlari bilan ishlaganman. Hamma narsam boshlayman o'xshamaydi. Keyin zapravkaga ishga kirganman, pistoletchi bo'lib. Uzgazor Ya'ni benzin quyish, oddiy benzin quyish. O'sha yerda 2,5 yil umrim o'tdi. Keyin 20 yoshga to'lgandan keyin aytdimki, endi biz tadbirkorlikka voqedan kirganman-da. Men
yoshimda ham Algoritmda yashardik. Ana O'ris mozori o'rtasidan aravada kola yashigini itarib bozorga borib sotib yurardim-da. O'rtoqlarim bilan. 8 yoshdan. Chunki hozir 20 yosh deganingizda Endi biz uchun ko'p o'tgan vaqtda, men masalan kollejda o'qib yurgan paytimda ham o'qishdan keyin bozorga ketardimda. O'sha atirli solingan korobkam bo'lardi. Skladdan olardim, atirlarimni olib kutib o'tirardim. Qaysi do'konchi oxirroq yopib ketsa, tug'ilgan kuni bo'lib qoladi, uyda tadbir bo'lib qoladi. O'shan joyga turib olib, mol yoyib, tadbirkorlik qilardim o'sha yerda ham. Keyin kiyim sotib ko'rdim, hamma narsa qilib ko'rdim. Keyin zapravkada 2,5 yil ishladim. Baribir o'ylaysiz, nima qildim, nimaga o'xshamadim. Nimaga men shuncha o'qidim, shuncha lider bo'lishga harakat qildim maktabda ham, kollejda ham. Nega endi psixologchi bo'lib ishlay olmadim degan savollar baribir o'zingiz ko'p berasiz. Baribir tushunganmanki, doimcha yaxshi pul topaman-ku. Shu ishlatib tashaverardim-da, moliyaviy nima deydi, savodxonlik deydimi, yo'q edi. Mana rejalashtirish balki. Yo'q, mana yaxshi pul topdimmi, yaxshi ishlatib tashardim. Yaxshi topdimmi, yaxshi ishlatib tashardim. Keyin tushunib yetdimki, baribir yangi ish boshlasam ham o'sha biznesni mustahkam qilib olmagunimgacha ziqnida yashab turishim kerak ekan dedim. Mana hozir endi ko'p ko'ryapsiz, ko'p yoshlar misol oyiga hozir 5 million oylik ishlab turgan yigit birdan biznes boshlayapti deb birdan o'sha 50 million pul topishga yo 60 million pul topishga o'tyapti-da. Ana o'sha payt voh deyapti, endi zo'r pul topolman deyapti-da. Mana mahallamda hamma bir ish qo'lingdan kelmaydi derdi. Men hammaga ko'rsatib qo'yaman, adamga mashina sovg'a qilaman deydi. Hammani oldida borib o'sha mashinani borib kreditga oladi, adasiga sovg'a qiladi. Nimaki uni xayolida 50 million topolman. Xo'sh, 5 million, 10 million ro'zg'orga bo'lsa, menga mu bo'lsa, o'sha miyada reja bor bo'ladi-da. Mana shunaqa narsalarga ishlatib tashlaydi pul, o'zi mashina oladi kreditga, keyin ana yerda biznesi orqaga ketib qoladi. Lekin biznes doim pul tikishni majbur qiladi. Doim e'tibor talab qiladi biznes. Unga e'tibor berilmasa yoki unga pul tikilmasa, u sizni tark qiladi. Tark etadi-da. Shunda keyin ko'pchilik yana ish yurmay qolyapti-da, borib o'sha adasiga sovg'a qilgan mashinasini qaytarib olib borib beryapti. Ada endi anaqa to'la olmayman debdi. Endi yana qiyinchilik tushib qoldi. Shu holat menda ko'p bo'lganda. Keyin o'zim uchun tushundimki, biznesimni mustahkam qilmagunimgacha ziqnada yashab turaman. Qo'ni qo'shnim chiqsa, ro'zg'ordan qiynaldim desa, unga yordam beraman. Doktorga tushsa, dorisiga yordam beraman, lekin ortiqcha orzu havaslarga berilmay turaman. Hashamatga, qimmat mashinaga, qimmat uyga. O'sha kiyimda yurgan bo'lsam, o'sha kiyimda yurib turaman. O'sha narsa uyda yeb turgan bo'lsa, o'sha narsa anaqa peribashit qolmasdan turib, qanaqadir muddatgacha o'sha biznesda mustahkam qolmagunimgacha qilmay turaman deb o'zimga o'zim anaqa qo'yganman. So'z bergansiz. Qarang, bu fikrga shunchaki kelmagandir, siz nimadir turtki bo'lgandir. Faqat benzin quyuvchi bo'lishingizdan ko'tarilib tushib, ko'tarilgandan keyin siz o'ylaysiz, nimaga men ushlab qola olmayapman, yaxshi pul topganda degan savol berasiz-da. Eng qizig'i o'sha pullarni ishlatasiz, hech qaytingiz ko'payib qolmaydi-da. Yana nolga o'tirib qolaverasiz-da. Barakasi yo'q deydi pullar. Shunaqa bo'ladi-da. Biznes sohasida ustozingiz kim? Ustozlar ko'p. Yana bir asosiysi bor, bir akamiz borlar, Hoji aka, ular yoshlari katta. Ular mana shu biznesda qanaqa fikrlash kerakligini o'rgatganlar. Va tadbirkor sal boshqacharoq fikrlash kerak deb tushunadilar ular. Masalan, tadbirkorlikka pul topaman deb kirsang, o'xshamaydi deydilar. Boyga gap, pul ishlatib qo'yaverasiz, anaqa bo'ladi. Tadbirkorlikni sen shunaqangi deb kirishing kerakki, men shu sohada rivojlanishim kerak va xalqimga va vatanimga manfaat keltirishim kerak degan g'oya bilan kirishim kerak. Qoyil. Ish o'rni ochishim kerak, ko'proq oilalarni rizqiga sababchi bo'lishim kerak va ko'proq davlatimga soliq to'lashim kerak va bu qilayotgan biznesimni o'sha jahon bozoriga olib chiqishim kerak degan maqsad qo'yib olishim kerak. Asosiy. Bu zo'r g'oya aslida. Lekin bu faqat gapda emas, amalda ham xuddi shunaqa, Umid. Mana hozirgi kunda 1000 dan ortiq xodimlar bizda ishlashyapti. 2-3 yilda 3000 taga olib chiqish maqsadda. Bugungacha nechta tarmoq bo'ldi respublika bo'yicha? Hozir
4ta bo'ldi manimcha. Respublika bo'yicha darmon. Eng chekka nuqtasi qaysi viloyatda? Qoraqalpog'iston, Nukus shahrida. Qoraqalpog'iston. Buyoq-burchagida Andijon. Buyoq-burchakda Andijon. Tushunarli. Hali ochilmagan viloyatlarimiz bor. Samarqandda hali ochmadik. Navoiyda, Jizzaxda, hali Surxondaryoda mana endi ochilyapti. Endi mana hozir Toshkentda endi mana 40 dan oshiq filial qildik. Oldin bitta joyi tizimini qo'yib olishimiz kerak edi, baribir. Fast food tarmoq desam, hozir tomoshabinlarni xayoliga baribir keladi. Ya'ni endi haligi shularni ham reklama qilasizlarmi, olib chiqib fast food zararli-ku yeyishga. Kameralar yoqilishidan oldingi suhbatni eshitdim. Keling shu suhbatni efirda ham. O'sha fast foodni hozir mana turk kabob deyiladiganga o'xshagan narsa bor, ya'ni kesib beriladigan. O'sha yerda go'sht yo'q, go'shtni qoldiqlari deyilgan narsa bor. Kotletlar masalan, go'shtlarni qoldiqlari, hayvonlari terisi, shunaqa mahsulotlardan ishlab chiqariladi degan fikr bor. Lekin men masalan yemay qo'ydim. Siz o'zingiz yeysizmi? Men nafaqat o'zim, men farzandlarimga ham yediraman, o'zimni mahsulotimni. Keling, boshqalarning kuxnyasiga Siz o'zingiz keling, to'ppa-to'g'ri. O'zimni kuxnyamdan kelib chiqadigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda men juda ham ko'p marta biz ichki tizimimiz haqida xalqqa ko'rsatganmiz. Yaqindagina bilasiz, O'zbekiston chempioni, bodybuilding chempioni Habibulla Nizomov bizada ichki audit o'tkazdilar, o'zlari sportsmen sifatida go'sht mahsulotlarimizni qanaqaligini ko'rdilar. Xom holatidagini. Xom holatida mana bizda ishlab chiqarishga olib bordik ularni. O'z qo'llari bilan o'sha lahm go'shtni ko'rdilar. Ana shu lahm go'sht borib apparatga misrovka tushishini ko'rdilar. Ana shu misrovkaniga tushgandan keyin uni farsh bo'lib chiqishi va mishalkaga tushganda aralashtirilayotganda unga faqat tuz va ozgina murch solinganini ko'rdilar va bu aralashib bu yoqdan o'sha kotlet ko'rinishida chiqib ketayotgan chiqib va shokoy zamorozkaga kirib bu yoqdan o'sha korobkaga shokoy zamorozka bo'lib tushayotganigacha o'zlari ko'rib buni haqida video qo'ydilar. Bu yerda hech qanaqa, masalan, meni mahsulotimning ichida nimaga unda qolgan hamkasblarimga nisbatan 2-3 ming qimmat deb ko'pchilik aytadi. Qimmatligini sababi shunda. Ana o'shani so'ramoqchi edim. Tabiiy go'sht ishlataman. Men ichiga hech qanaqa qo'shimchalar, dabavkalar qo'shmayman. Endi dabavkaga qo'shadiganlarni men yomon deya olmayman. Nimaiki, ularni ham o'sha pishavoy degan anaqa sertifikati bor. Masalan, o'sha bir xil qo'shadigan kimikatlarda o'sha insonga zarari yo'q, u pishavoy degan ularda xulosalar bor. Lekin endi men baribir hali biz O'zbekistonda bunaqa ximiyalarga muhtojlikni ko'rmayapmiz hali, alhamdulillah. Go'shtning o'zini mazasi yaxshi. O'zi yaxshi, uni o'zidan chiqarsa bo'ladi. Ko'p fast foodlar yaxshisini qiladi. Endi praktikamizda bo'lib turibdi, endi bir xillar har xil o'sha qiymalarni ichiga masalan uni arzonlashtirish maqsadida har xil piyoz miqdorlarini ko'proq solishlari va tovuq qo'shib aralashtirishlari ham kuzatilyapti praktikada. Buni insonga qanaqadir zarari bor deb hisoblamayman-ku, lekin endi baribir endi mol go'sht deb sotayotganimizda endi ichida faqat mol go'shti bo'lishini endi ta'minlashimiz kerak. Mana har qanaqa siz kompaniyaga kirib narsa yemoqchi bo'lsangiz, o'sha yerdagi oddiy xodimiga boringda, nima deysan, yeyman, ravo ko'rasanmi oilangga deb savol bering. Agar xodimi ha desa, demak u xodim ko'rib turibdi ichkarida nima bo'layotganini. U biladi hamma narsani. Agar xodimni o'zi ertadan chiqib boshqa joyda ovqatlanib yurgan bo'lsa, fast foodda boshqa joyda, fast fooddan chiqib boshqa fast food yeb o'tirgan bo'lsa, demak bilingki, u o'zini fast foodiga ishonmaydi demak. Mahsulotlar masalan viloyatlarga ham shu Toshkent shahridan xolodilnik mashinalarda ketishadi. O'zinglarda. U yoqda ishlab chiqarilmaydi. Bizda hattoki tochkamizda piyoz artilib to'ralmaydi. Piyozlar отдельный artilgan joyi bor. U yoqda to'raladi, u yoqda yuviladi, maxsus suvlarda, maxsus apparatlarda yuvilib, u vakuum holatiga, salfali vakuum holatiga keltirib, u yerda o'sha piyozni srok godnosligigacha yozib, filiallarga tarqatiladi. Mo'jiza. Endi bu davr mo'jizasi. Men ochig'i fast food biznes bo'yicha birinchi marta asoschilar bilan gaplashyapman, shuning uchun menga hammasi qiziq. Endi bu yo'nalish yo'lga qo'yildi, relsida ketyapti.
Yana nimadir o'ylayapsizmi? Siz yana nimadir o'ylamasligingiz hozirgi suhbatdan bildim. Siz umid bo'lmaysiz agar nimadir o'ylamayotgan bo'lsangiz. Yo'q, endi bo'ldi. Endi buni o'sha bismillah deb o'sha qo'shni davlatlarga olib chiqish. O'zi qo'shni davlatda Qozog'istonda bizda ikkita filialimiz ishlab turibdi. Faqat erta boshqa nom bilan. Sababi sinash uchun bozori. Ertani yurib keta olmasa, yopilib qolsa, brendimizga ta'sir qilmasin deb boshqa brend nomida ishlayapmiz. Lekin o'sha Xudoga ming xatla shukr, o'sha yerda ham hozir 35 ta xodim ishlayapti hozirgi kunda va juda zo'r natijalar beryapti. Ana shu bizga hozir qanaqadir qo'shimcha kuch berdi, motivatsiya berdi. Shunga endi hozirki o'sha qo'shni davlatlarda, o'sha Qirg'iziston, Qozog'istonda ochishga harakat Siz projeksiya sifatida hech kimdan sotib olmagansiz bu brendni? Yo'q, o'zimiz dastxat qilganman. Menga shunaqa qanaqadir uzun quloq gaplar yetib kelgan, noto'g'ri informatsiya yetib Yo'q, o'zi men boshida brendni qilayotganimizda odamlarda shunaqa tushuncha bo'lsinki, bu franshiza chet ellikka degan o'y bo'lsin. Biz endi logotipni shunaqa yasaganmiz, remontlarni shunaqa qilganmizki, odamlarda shunaqa o'y bo'lishini xohlaganmiz. Mana Marketing xodimiz o'zi shunaqa bo'lgan. ha, demak, men to'g'ri o'ylabman-da. Shu chet elniki deb o'ylashim uchun shunaqa qilgansizlar, Endi o'sha to'g'rimi? boshida o'zim haqimda e'lon qilmaganman, uni men ochganligim haqida. Kecha o'ynab yurgan, o'xshamagan aktyor ochibdi deb brendga anaqa jiddiy qarashmaydi deb cho'chib, men o'zimligimni e'lon qilmasdan turib, brendni oldiga tashab, uni nomini chiqarganman. Ana keyin o'zim o'rtaga chiqdim. Boshqacha o'yin qilgan ekansiz. Masalan, ko'pchilik ozgina bo'lsa ham nomim bor, shundan foydalaning deydi-da. Endi ozgina degan nom qanaqa nom edi? U sohadagi zo'r nom emas-ku. Kimdir eslaydi, kimdir eslamaydi ozgina. Ko'ryapsa, mana mana shu yerda bir xil payt odamlar o'ziga baho berishni ham bilish kerak qayerdadir. To'g'ri baho berish. To'g'ri baho berish. Agar men xalq artisti bo'lganimda edi, men sirazi xalqqa chiqib mana shu brendni asovat qilyapman desam yarashardi. Hattoki bir adashmasam meni anaqa My5 kanalida yil kashfiyoti degan narsani olganman faqat xolos. Oyi, u qizga unashtirishdan oldin menga ozgina vaqt beringlar. Sal o'zimga kelib olay. Shuncha payt o'zingga kelding. Yetar? Oyi. Bu qiz jinni, oyi. Men ishonsam-ham, dadang ishonmaydilar. Oyi, men u qizni hattoki tanimayman ham. Yo'q. Uyga olib kelib, hech qisi yo'q. To'ydan keyin bilib olasan. Rostdan uylantirmoqchimisizlar shu qizga meni, oyi? O'zing olib kelding, endi uylanasan. Oyijon. Bas qil. Dadang seni Toshkentda qilgan barcha ishlaringdan xabar topgan. Siz Umid bank kollejida o'qigansiz, adashmasam. Undan tashqari yana qayerda o'qigansiz? Hech qayerda. Hayot maktabidami? Hayot maktabi. Insonchi mana bunaqa ekan. Mana ko'pchilik aytadi, mana 3 ga o'qigan tezroq rivojlanadimi yoki a'lochimi deyshadi. Bu mif narsa-da. Endi o'zi insonni bilasiz, baribir natijaga erishish uchun ikkita omil bor. Birinchisi shijoat, ikkinchisi ilm. Insonni agar shijoati bo'lsa, bu baribir natijaga erishadi bir kun kelib. Erishadi, sababi unda shijoat bor. Lekin u ilmi yo'q bo'lganligi uchun juda ko'p qurbonliklar berib natijaga erishadi. Agar insonning ilmi bo'lsa, u kamroq qurbonlik berib qisqa muddatda natijaga erishadi. Meni qurbonligim nima bo'ldiki, menda ilmsiz harakat qilganligim uchun men juda ko'p qurbonlik berganman. O'sishim kerak, dunyo qarashimni rivojlantirishim kerak, o'sishim kerak deb faqat fokus o'zimda bo'ldi. Atrofimdagilarda emas. Vaqt o'tdi, o'sha kerakli natijalarga erishganimdan keyin endi bo'ldi, endi atrofimdagilarni ham ko'tarishim kerak deb turib atrofimdagilar bilan qarab suhbatlashaman desam, ularni tushunmayman. Negaki, dunyo qarashimiz boshqa bo'lib qoldi. O'lchov birligimiz buzildi. O'lchov birligi deganda, masalan, ko'pchilik noto'g'ri tushunadi, boyib ketdi yoki o'zi anaqa qilib qoldi deydi. Yo'q, unaqa emas. Menda o'lchovlar o'zgarib ketdi. Marrani kattaroq olib qo'ydik, maqsadlarni boshqacharoq qo'yganligimiz uchun
atrofimdagilar bilan maqsadlarimiz to'g'ri kelmadi. Ana shu mani eng katta qurbonligim deb bilaman. Va ulardan voz kechishga to'g'ri kelgan. Yo'q, voz kechmaysiz. Naborot, mana shuni o'zingizga jazo deb qabul qilasizda, ular bilan muloqot qilishni davom ettirasiz. Sizga qiyin bo'lsa ham. Doim faqat o'zini o'ylash aslida qo'rqoqlarning ishida. Negaki, qo'l siltash, kechib yuborish doim oson bo'lgan. Ushlab qolish, menimcha, bu yana bir sizni o'sha kuchli tomoningizni belgisi. Lekin ularni o'stiraman, rivojlantiraman deb baribir o'stira olmaysiz, rivojlantira olmaysiz. Nega o'sha vaqt o'tib ketdi. Shuning uchun aqlli odamlar nima qiladiki, nima ilm olsa, atrofiga ulashib ketaveradi. Ilmsiz odam o'zida bo'lmagandan keyin nimani ulashadi? Oladi, tez mana qilib arqonga o'xshab oladi, ketadi, oladi, tepaga chiqib ketaveradi-da. Ana qo'li bilan ushlab olib chiqa olmaydi. Ketaveradi tepaga o'zi. Cho'ntagingizga tush niyatim yo'q, lekin biznesmenlarni, tadbirkorlarni kapitali qiziq. Men odatda uni aytmayman-da. Bilaman. Nimaga? Biznes haqida gapirishim mumkin, ijtimoiy tarmoqlarda ham, boshqa narsa, dunyoqarash haqida gapirishim mumkin, lekin hech qachon qanaqa mashinada yurishim, qanaqa uyda yurishim, qanaqa uyda yashashim, qanaqa dam olayotganligimni ko'rsatmaslikka harakat qilaman. Sababi bu har xil yomon pozitsiyalarga olib keladi. Men buni soliqchilar tekshiradi degan qo'rqmayman bundan. Yaxshi buyog'ini ham o'ylabsiz. To'g'ri ishlagan odamdan cho'chimaydi-yu, lekin bizni kuzatayotgan insonlar har xil insonlar bor-da. Tushunasizmi? Masalan, men imkoniyati borlar bor, yo'q bor. Masalan, men ham ayolimga bir xil payt erib ketsam, yaxshi tilla taqim, qimmat taqimchoqlar sovg'a qilaman-da, lekin aytamanki, qarindoshlarnikiga borayotgan shuni yechib qo'ya qol deyman. Negaki, ana akammi yoki ukammi yoki jiyanimmi ayoli borsa, sanda ko'rib, uyga borib, u olib beryapti, siz olib bermayapsiz degan dilxiralik bo'lmasin. Men aytaman, ijtimoiy tarmoqda juda ko'p o'tirib olgan odam yuzidan bilinadi. U baxtsiz bo'ladi. Oxiri negativga borib qoladi-da, o'ziga nisbatan ham negativga borib qoladi. Nega menda emas deyiladigan eng katta va xato sabab. Ko'rsatuv yakunida o'zingizni biznesmen sifatida, tadbirkor sifatida 3 ta qoidangizni ayting. Halollik. Asosiysi. Endi halollikka ko'p narsa kiradi. Ikkinchisi shijoat. Uchinchisi, menimcha, oxir payt ko'p o'ylayapmanki, o'zimdan keyin farzandlarimni ham xuddi shu dunyo qarash bilan katta qilish. O'sha o'zini yaxshi ko'rish emasda, atrofga foyda keltiradigan qilib avlod tashlash. Menimcha shuni endi maqsad qildim hozircha. Bu maqsadni o'zgarib turar ekan. Bu o'zgaruvchan ekan. Bugun to'g'ri deb turgan narsamiz yana bitta keyingi yilga ko'rsatuvga chaqirsangiz, boshqa gap gapirishi mumkin. Sizni dunyo qarashingiz o'zgarar ekan. Men hozir shijoatli bo'lish kerak deyotgan bo'lsam, birdaniga ancha vaqt o'tgandan keyin qanaqadir stress holatiga tushib yoki qanaqadir depressiyaga kirib, umuman boshqa narsa deyishim mumkin. Fikr o'zgarmasa o'zi qo'rqinchli. Dostoyevskiy shunaqa so'zi bor ekan, yaqinda o'qib qoldim men. Demak, o'zgarmagan fikrdan ba'zida cho'chish kerak. Sabab inson o'sgan sari, ulg'aygan sari, yashagan sari uni atrofida bo'layotgan o'zgarishlar, holatlar, voqea, hodisotlar va dunyo qarashiga nisbatan albatta o'zgarish va o'sish bo'lishi kerak. Shundagina fikr o'zgaradi. Boshqa holatni bilmadik. Biz bilan suhbatda sobiq aktyor, tadbirkor Umid Ergashev bo'ldilar. O'zimizning gap. Omon bo'ling.